Birinchi bo'lib menimcha mana shu domla to'zoqqa tushadi bor. Munisa Rizayeva. Qichimmagan joyni qashlama. Domlani aytganini qilgin, qilganini qilmagin deyshadi-ku. Oxirgi mavzularda haddingni bilding deb o'ylagan edim men. Anchadan beri shapaloqdan yemagan-da u, anchadan beri. Mani gapirmasin. Aytib qo'yinglar. Muxtor Alini xotin kishi bilan olishishdan boshqa ishi yo'q. Domlani ahvoli astag'firulloh, astag'firulloh. Birinchi bo'lib menimcha mana shu domla to'zoqqa tushadi bor. Domlani aytganini qilgin, qilganini qilmagin deyshadi-ku. Ayniqsa shu okaga tegishli. Anchadan beri shapaloqdan yemagan-da u, anchadan beri. Menimcha yana kirib ketmoqchi. Oka, mani gapirmasin. Aytib qo'yinglar. Munisa Rizayeva. Oxirgi mavzularda haddingni bilding deb o'ylagan edim men. Zahriddin degan bola bor, Alovuddin Mansur rahimahullohning o'g'li. Bu endi ba'zi izohlarda menga nisbatan tarafkashligini qilib meni go'yoki qo'llab yozibdi va ba'zi bir videoni chiqaribdi. Videoda Abror Muxtor Aliga qoyil qolish kerak deb 380 gradusga o'zgarib gapiribdi. Do'stlar, men avvalam aytganman, menga qarshi bo'lgan, meni yomonlaganlardan qo'rqmaganimdek, meni maqtagan odamlarga ham ko'piga ishonmayman. Ishonishga majbur emasman. Men Zahriddinni bunaqangi samimiy bola deb bilmayman. Meni maqtagani uchun men yaxshi odamman deb havolanmayman. U aytayotgan gaplarni u aytmasa ham qilib kelayotganmiz biz. Bu joyda Zahriddin agar samimiy bo'lsa, aytayotgan gapi tavba o'rnida bo'lsa, men bu orqasidan adovatlashib yurmayman. Kechirdim, bilgan ishini qilsin. Lekin izohiga Munis izoh yozibdi. Munisa Rizayeva. Oxirgi mavzularda haddingni bilding deb o'ylagan edim men. E'tibor berayotgan bo'lsang, sanlar haqingda, sanlar nimadir qilmasalaring gapirmaganmiz shu kungacha. Tirjayib o'sha joyga izoh yozibsan. Maqsading yana adovatlashish bo'lsa, aytib qo'y, e'lon qilib qo'y. Abror Muxtor Aliga yana men adovatlashaman deb e'lon qilib qo'y. Xabarim bo'lib tursin meni. Xalq seni osmonga ko'targaniga xohlaganimni qila olmayman deyotgan bo'lsang adashasan. Haddingni bil. Sen haqingni gapirmaslikka men senga aytgan edim. Bo'ldi, gapirmaymiz. Sen ham men haqimda unaqa mijg'ovlik qilmaslikka va'da bergansan. Dinimizni hurmat qilgan holda mavzuga chek qo'ymoqchiman. Men bu mavzuga boshqa qaytishni xohlamayman. Nima bu? Ha? Nimani niyat qilyapsan? Haddingni bil, ya'ni Munis. Qichimmagan joyni qashlama. Yara bo'ladi. Virus tushishi mumkin. Ogohlantirib qo'yay.